Mana sizlar 2 yoshli o'sha maqtayotgan ko'chatimiz. Tomirini qaranglar. Buni bu nima deyapti? Bu avatar. Tomirini qaranglar. Eng hamma narsaning poydevori tomir bo'ladi-yu. O'shaning singari ko'chatda ham poydevori tomir bo'ladi. Mana sizlar 1 yoshli. Tomirni qaranglar. Tomir bunaqa juda kam bunaqa ko'chatlar olma. Tomir yangi. Azizlar mana 2 yoshlikda sal arzonrog'ini tomirini ko'rsataman. Nimaga 10 ming arzon deb bunga ham savol beradiganlar bo'ladi baribir. Buni ham tomiri zo'r. Ko'ryapsizlarmi? Do'sta buni narxini sal arzonroq qilganmiz 2 yoshlikda. Azizlar hammaga assalomu alaykum. Bu ko'rib turganlaring nima ko'chat deb hamma hayron qolishi mumkin. Bular hammasi avatar ko'chatlar. O'zimiz mahalliy uzum ko'chatlarimiz ham bor. Hozir bularni bugun 2025-yil 2-aprel sanasida biz katta chegirma qilib ko'chatlarimiz narxini sal pastroqqa tushirdik. Chunki sezon ham oxirlayapti. Buni o'zi ekish vaqtini ham aytib o'tib ketdik. Ko'pchilik ekish vaqti o'tib qoldi, u deb tushunishi mumkin. Yo'q. Buni ko'chatlarni ekish vaqtiga hali bor. Aprelda oxirigacha ham bemalol ekisiz bo'laveradi. Nimaga buni deyapman? Hozir video davomida ko'rib borsalaring, videoda kuzatib borsalaring, sizlarga mana shu gapimni isboti bilan qo'yib o'tib ketaman. Chunki uzumlar odamlarda misol ko'pchilik toklari ko'klar bo'ldi, bak chiqardi. Bizda hali bular hali to'liq bak chiqarib yorgani yo'q. Shuni hisobiga aprel oxirigacha eksiz bo'laveradi deb biz sizlar uchun katta chegirma qilib qo'yganmiz. Bo'lmasam ko'chatlar bilan birma-bir tanishtirib o'taman o'zim. Qani olib kelingchi. Xo'p, azizlar mana bular 1 yoshli ko'chatlar. Xo'p, bular o'zini original qalamchasini ko'chat uchun ekilgan ko'chatlar. Mana avatarlar. Qalamchasi tomirlatilgan va ko'chat uchun tayyorlangan. Bularda narxini azizlar har videoda hamma har xil paytda ko'radi degan maqsadda biz bularda narxini aytmasdik. Misol oldingi videolarimda ham telefon qilsiz vaziyatga qarab narxini aytib kelishib shuncha ko'chatlarimizni sotdik. Bularda hozir bu videoda hammasini ko'chatlarning narxini aytib o'tib ketamiz. Bu ko'chatlarimiz azizlar 70 minglik ko'chatlarimiz aksiya qilib aprelda oxirigacha aksiya qilganmiz. Mana shu yerda qariyb bir 5 ming 6 mingga yaqin avatar qalamchadan ko'paytirilgan payvand qilingan ko'chatlari bor. Bularni ham hozir ko'rsataman sizlarga. Narxlari bular 70 minglik ko'chatlarni 50 ming qilib qo'yganmiz azizlar. Bemalol katta partiyadagilarga bo'lsa ozgina yana kelishadigan xonasi bor. Hali 5 ta, 10 ta, 20 ta, 50 ta shunaqalarga 50 ming so'm qilib beramiz. Qalamchasi ham 30 ming bo'lyapti hali. Tuvaydagini ham 30 ming sotyapmiz. Buni narxini 50 ming qilib beramiz. Bu undan 1 yil 2 yil oldin meva beradi xudo xolasa. Qani ikkinchisini ham ko'rsataylik. Xo'p, azizlar mana ko'chat nima deyapti bu? Avatar. Tanasiga ahamiyat beringlar, baquvvatligiga buni. Tomirini qaranglar. Tomirda o'zi yarim metr chiqadi buni, tomirda o'zi. Ko'ryaptimi? Mana qaranglar. Ko'chat xullas bular 2 yoshlik sug'diyonaga payvand bo'lgan avatarda original ko'chatlari. Xo'p, bu payvand qilingan o'tgan yil 1 yoshli sug'diyonaga payvand qilinganda, o'zi u 1 yoshligida bu yil tomiri 2 yosh bo'ldi. Tepasi o'sha bahordan hozirgi bahorgacha 1 yillik hisoblanadi. Ko'chatda aytilishi 2 yoshli deb aytiladi, chunki tomiri 2 yoshli bo'ldi. Bular xudo xolasa ekkaningizdan keyin kelasi yilga nishona berishni boshlaydi. Mana bunaqa toklarga chiqib, misol shunaqa boq qilmoqchi bo'lsangiz, uyingizga yoki bir dalada joyiz bo'lsa, boqsiz shunaqa tokga bu yil chiqib, xudo xolasa kelasi yildan nishona berishni boshlaydi. Bitta bo'lsa ham. Nishonasini ko'rasizlar. Ko'chatlar azizlar aytib o'tib ketay, bizda 100% 100% garantiya xudo xolasa. Chunki har bittasi o'zimizni qo'limizdan o'tgan, ko'chirilayotganda, payvand qilinganda ayniqsa hamma narsasiga ahamiyat berilgan. Xo'p, azizlar buni ko'p gapirmasdan narxini ham aytay. Sizlar bular 130 ming, 140 ming sotilgan sezonda ko'chatlarni yarim narxiga beramiz sizlarga. 70 ming qilib beramiz mana shularni. Tomiri zo'r, 2 yoshlikda baquvvati bu. Baquvvat ko'chatlar sortirovka qilib qilingan, birinchi sort mana shular. Endi hozir mana shu partiyani jicha arzonrog'i ham bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Ketdim, bu tarafdan. Azizlar, 2 yoshli sug'diyonaning tomiri, tepasi 1 yoshlik. Ko'chat 2 yoshlik hisoblanadi, chunki tomiri 2 yoshlik.
Bularimizni narxini 60 ming qilib beramiz sizlarga. Narigindan 10 ming so'm arzon. Uyingizga olib, nimaga 10 ming so'm arzon desiz? Mana shunaqa ko'chatlar narigining ichiga qo'shilmaganligi uchun, hali bir xilda, sredniy o'rtachasi bir xilda qilib bunga upakovka qilingan. O'sha upakovka bir xilda bo'lganligi uchun sal kichikroq, narxini narigidan 10 ming so'm yana sizlar uchun arzonroq qilib beryapmiz. Xo'p, azizlar, bizda aprel oyining oxirigacha aksiya ketyapti. Qalamchalarda ham aksiya qilib chiqarganmiz. Hozir mijozlarimiz rosa ko'p zakazlarni jo'natyapmiz. Bugun ham Xorazmga, Toshkentga zakazimiz bor. Qalamchalarni ham yarim narxiga xalqimiz uchun berdik. Bu ko'chatlarni mana 130 ming, 140 minglik mana shu avatarlar bor-ku, sizlar uchun yarim narxiga beramiz. Chunki ko'chatlarimiz bizda ko'p. Bizga dehqonchilik ko'chatlarimiz bularda o'sha paytdagi narxidan ko'ra hozirgi paytdagi narxi ancha arzon. Bu faqat sizlar uchun. Buni yarimta narsani ko'rsatmabmiz hozir. Nimaga aprel oyining oxirigacha ikkita bo'laveradi deb aytdim videoda boshida. Mana ko'chatlarni ko'rsating. Bular hali uyg'onib ulgurgani yo'q. Shuni hisobiga aprel oxirigacha iksiz bo'laveradi. Endi bitta yarimta mana uyg'onishni boshladi mana. Hali bu qurib qolganmi ham demanglar, mana uyg'onishni boshladi mana. Maytlari xudo xolasa hali kurtaklari hali uyg'onib ulgurgani yo'q. O'shaning uchun aprelning oxirigacha azizlar bemalol olib eksalaring bo'laveradi. Ko'chatlar qaranglar, shularga ko'rsating hammasini. Ko'chatlar katta partiyada oladiganlar, bog' qiladiganlarga bor-ku, akalar, bog'bonlar, bog' qiladiganlar. Telefon qilsalaring sizlar uchun yana ozgina o'tib beradigan xonasi bor. Mana shu aytilgan narxlardan ozgina o'tib beradigan xonasi bor bog' qiladiganlar uchun. 5 ta 10 taliklarga ham misol jo'natib beramiz. Ko'chatlarda narxi o'sha videoda aytganimiz 50 ming so'm, 60 ming, bular 70 ming qilib beramiz. Bu ham ikkovi ham yosh teng, prosta stvoli baquvvatligi uchun birinchi sortini 70 ming qilib beramiz. Bular shu 120 ming, 130 ming sotilgan, 140 minggacha sotilgan ko'chatlar bular. Azizlar, ekranda raqamlarni qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib bog'lansalaring. Bizda eng qizig'i Qoraqalpog'istongacha, biz o'zimiz vodiydamiz, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan Qoraqalpog'istongacha dastavkalarimiz bor. Xotirjam har bitta viloyatda pochta orqali jo'natamiz. Kamida 5 ta 6 ta joyda, tumanlarda filiallar bor. Misol, Surxondaryoda sal uzoqroq joylari, Xorazmda uzoqroq joylari, Buxoro, Samarqand uzoqroq joydagilar ham bemalol bexijolat telefon qilaylar. 5 ta 10 talarni ham sizni tumaningizgacha ham yetkazib beramiz, xudo xolasa. Azizlar, sog' bo'linglar. Videoni ko'rganlarga rahmat. Azizlar, bitta narsaki, mana shu videoda podelista qilib, shu mahallani guruhlari bo'ladi. Ashtaqalarga jo'natib qo'yinglar. Kimlardir mana shu arzonroq ko'chat oqtarib yurganlarga, bog' qilaman deganlarga sizni ham manfaatingiz tegib qolishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.